Xitayning Sharq Turkistondagi ishlab chiqarish qurilish biyontuani yaqinda yig'in chaqirib, Xitayning mazkur yerim ishlab chiqarish, yerim qurolliq tashkilotining ijtimoiy muqimlik, uzun muddatli aminlik va Şinjanni madaniyat bilan oziqlantirishda Sharq Turkistonning iqtisodiy va texnologiya taraqqiyotida texmi cho'ng rol o'ynashi, yerlik bilan biyontuanni qo'shib o'tishini tezlatishni talab qilgan ekan. Xitoy Biyontuan gazetining 27-yanvar xabar qilishicha, bu chaqiriq Biyontuan partikomining 12-yanvar chaqirilgan 8-navbatlik 4-umumiy yig'inda o'tirib qo'yilgan bo'lib, yig'inning ro'yi nima uchun endi xabar qilinmaganligiga tushuncha berilmagan. Xitoy Biyontuan gazetining aytishicha, yig'inda atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonlik partikomining sekretari Ma Shungroyning talbi yetkazilib, uning 2023-yillik xizmatni asosiy nuqtaga markazlashtirishni, Biyontuanning taraqqiyot partiya va davlatning umumiy strategiyasi kapolatlik qilishi, islohotni cho'nqurlashtirib, Biyontuanning chegarani qo'g'dashdagi rolini ilgari surish, yerlik bilan Biyontuanning qo'shib o'tilishi va Biyontuanning yuqori sifatli taraqqiyot qatorliq nuqtali xizmatlarini ishga oshirishni talab qilganligi ta'kidlangan. Xitoy hukumati 2017-yili boshlangan cho'ng tutqun bilan bir vaqtda Biyontuanni janubga kengaytirish, Biyontuan bilan yerlikni qo'shib o'tishni o'tirib qo'yib, Biyontuanning rayondagi siyosiy, iqtisodiy, yer zimin, boylik, bexatarlik, nopos jihatlaridagi ta'sirini zo'r darajada oshirgan. Biyontuan bu jarayonda Uyg'urlarni keng ko'lamda tutqun qilib, lager turmalariga qamashda aktiv rol o'ynagan. Amerika hukumati 2020-yili Biyontuanni Uyg'urlarni bostirishda o'ynagan roli sababli embargo yurgizgan. Lekin bu qitimliq yig'in Biyontuanning partiyaning yangi davrdagi Şinjanni boshqarish strategiyasi va Biyontuanning o'rniga bo'lgan talabini to'liq ham to'g'ri ijro qilib, Şinjan xizmatining asosiy nishoniga markazlashishini, yerlik bilan Biyontuan qo'shilib taraqqiy qilishni chiqish nuqta qilib, atalmish Şinjan xizmatining bosh nishoniga yetishda texmi cho'ng rol o'ynashini talab qilgan. Xitoyning Uyg'urlar qarta yurgizayotgan zulmlarining Amerika, Kanada, Fransiya, Chexiya va Gollandiya qatorliq g'arbdagi davlatlarning parlamentlari tomonidan birdak irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitilishi, shundaqla Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining o'xshash hukm chiqarishi, BDTda hozir qadar irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan Uyg'urlarning masalasining 2 qitim o'tirib qo'yilib, har 2 qitimda xalqaroda zo'r ta'sir qo'zg'aganligi. 2022-yili 31-avgust kuni BDT kishilik huquq kengashining oliy komissari Michel Bacheltning vazifasidan ayrildigan oxirgi daqiqalarda Uyg'urlar uchrayotgan zulmlarning insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirishi mumkinligi ilgari surilgan dokladni e'lon qilish qatorliqlar Turkiyada kuchli ta'sir paydo qilgan bo'lib, Uyg'ur masalasini izchil holda o'tirib qo'yib kelayotgan Turkiyadagi partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi peshqadam diplomat Aydin Adnan Sezgin bilan partiyasining parlamentdagi guruhi mas'uli Erxan Usta Uyg'urlar uchun 20-yanvar kuni Turkiya parlamentiga rasmiy taklif sunib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitishni va bu vaqtda bir qaror ma'qullashini talab qilgan. Turkiya parlamentiga sunilgan talab xatida Xitoy Xalq Cumhuriyati Sharq Turkistonni yurgizayotgan besim siyosati tufaylidan zo'r parishonlik ichida qolgan Uyg'ur qatorliq Turkiya qarindoshlar duchor bo'layotgan zulmlarning aniqlanishini, Xitoy qayta tarbiyalash markazi deb atavalgan jazo lagerlari haqida tafsiliy tekshirish olib berilishini, Uyg'ur qarindoshlar uchrayotgan sistemalik assimilyatsiya siyosati haqida atrofli tekshirish olib berilishini talab qilgan. Mutaxassislarning bildirishicha, Turkiya parlamentida bundaq bir qarorning ma'qullikdan o'tishining hozirgacha qiyin ekanligini, lekin parlamentning har qaysi komitetlarida mazkur qarorni ma'qullikdan o'tkazgili bo'lganligini ilgari surishmoqda. İtaliyada dijital sonliq ma'lumotlarni tahlil qilgan bir fondi jamiyatning tadqiqotiga asoslanganda Turkiya Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan ijtimoiy taratqularda eng ko'p agash kuchisi bo'lgan rahbarlar qatoridan o'rin olgan ekan. İtaliya Digital Fondi jamiyatining digital kuzatish dokladini manba qilgan Italiya agentligining xabar qilishicha, Facebook, Instagram va Twitterni asos qilgan tadqiqotda 24 davlat yoki hukumat boshliqlarining ijtimoiy aloqa hisoblari tahlil qilingan bo'lib, ijtimoiy taratqularda eng ko'p agash kuchlilar bo'lgan dunyo rahbarlari Amerika prezidenti Joe Biden, Turkiya Cumhuriyeti Erdoğan va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bo'lgan ekan. Digital kuzatish fondining mas'ullaridan Sandor Georgetti bergan bayonotida rahbarlar eng ko'p ishlatilgan 3 ijtimoiy aloqa supsini nazarda tutganda Bidenning 66 milliondan ortiq agash kuchisi bilan oldingi o'rinda turganligini, Erdo'g'anning 40 milliondan ortiq agash kuchisi bilan ikkinchi, Zelenskiyning 27 milliondan ortiq agash kuchisi bilan 3-o'rinda turganligini bildirgan. Ammo Zelenskiy dunyo jamoatchiligining Ukrainadagi urushga bo'lgan mas'uliyatchanlik sababidan boshqa ishki rahbarga selishtirganda texmi ko'p xalqaro agash kuchlarga ega ekanligi ta'kidlangan ekan.
Ma'rifatparvar Ayxon ana 1888-yili G'ulji tug'ilgan bo'lib, o'qish yoshiga yetganda diniy va fanniy maktablarda o'qib, savodini chiqargan. Ayxon ana 1933-yillari dadisi va eridan qolgan miros taalluqlarini sarf qilib, G'uljining Qozonchi mahallasida maxsus yetim bolalar uchun o'zi o'ltiradigan uyni qo'shib, jami 16 egizlik bir maktab soldirib, G'ulji xayriyat maktabi deb atalgan, lekin keng jamoat bu maktabni Ayxon maktabi deb atashga odatlangan. Ayxon maktabi barbara gullanib, o'quvchilar soni 300 ga yetgan. Bolalarning butun ta'minoti Ayxon ana tarafidan o'z ustiga ilingan. O'quvchi bolalarga bir xil oq ko'nglik, cho'risiga oq kashti tutilgan ko'k shim kiygizilatdi. O'quvchilar ko'chaga chiqqanda kishilar bir qarabla ana Ayxon ananing bolalari deb so'yinib so'zlab ketadi. Yetimlarning onasi deb nom olgan Ma'rifatparvar Ayxon ananing ijtimoiy ta'siri G'ulji shahrida nihoyat kuchli bo'lgan. Shu chog'larda Ili daryosi gazeti Ayxon va Ayxon maktab to'g'risida nurg'un she'r maqolalarni e'lon qilgan. Shoir Imirxon Xo'janing bir she'rida mundaq misralar yozilgan. Ko'nglida nafsoniyatni o'zidan judo qilgan xinim, maktabi xayriyat uchun qon pido qilgan xinim. Ma'rifatparvar Ayxon ana ta'sis qilgan xayriyat maktabi hozirgacha 80 yildan ortiq tarixga ega bo'lib, bu maktab necha minglagan o'g'il qiz avlodlarini yetishtirgan. Marhum Ayxon ana shu davrdagi hokimiyat turmasiga tushib, ig'ir azob ichida kasal bo'lib olamdan o'tgan bo'lsa-mu, lekin tuman minglagan avlodlarning qalbida mangu yashaydi.